Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Uchko'prik tumani Kattabarxin mahallasiga kelganmiz. Ushbu fayzli xonadorimizga dorizalarni ustunuqlarni qilib beryapmiz. Darvozamizning fasoni high-tech fasonda bo'lgan. Darvozamizni ochilib yopishlar juda ham yengil holatda. Ishimizning sifatini ko'rib, bittadan like bosib ketasizlar. İşimiz juda ham ideal holatda bitkazib berganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib berasizlar. Ishlarini chiroylab bitkazib beramiz. Mana xudo xolasa dorizamizning ustunuqlarini tugatib oldik. Tepadagi gaziruklarni ham chiroylab o'rnatib oldik. Kun kech kirib qoldi, syomkaga yaxshi chiqmayapti. O'zlaring ko'rib, ushbu mehnatimizga bittadan like bosib ketasizlar, qo'llab-quvvatlab. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.